Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun biz onlayn xavfsizlik haqida gaplashamiz. Shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda mashhur blogerlar, mashhur jurnalistlar va ijtimoiy faol odamlarning onlayn akkauntlariga turli hujumlar uyushtirayotgani haqida xabarlar tarqaldi. Keling bugun qanday qilib mana shunday hujumlardan himoyalanishni o'rganaylik. Barchamizga ma'lum, bugungi kunda smartfon bizning hayotimizning bir ajralmas bo'lagi bo'lib qolgan. Shuning uchun agar begona odam bizni telefonimizga yoki telefonimizning ichidagi akkauntimizga egalik qilsa, biz xuddi ochiq kitobdek bo'lib qolamiz. Ya'ni biz haqimizda istalgan ma'lumotlarni yuklab olish mumkin. Keling bugun qanday qilib mana shu ma'lumotlarni begona odamlarning qo'liga tushib qolishdan himoyalashni ko'raylik. Biz bu videoni bir nechta bo'limga bo'ldik. Birinchi mavzuyimiz telefonimiz biz haqimizda nimalarni biladi. Keling hozir onlaynga kiramizda, internetga kirib, telefonimiz biz haqimizda qanday ma'lumotlar to'plaganini ko'ramiz. Xo'p, keling endi telefoningiz siz haqingizda qanday ma'lumotlarni biladi va ularni qanday saqlaydi, qayerda saqlaydi ko'ramiz. Xo'p, misol uchun agar sizda Android telefon bo'lsa, ya'ni mendagi o'xshab Android telefon bo'lsa, albatta sizda Google account bor. Mana shu telefonga bog'langan Google account siz haqingizdagi barcha ma'lumotlarni saqlab boradi. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Mana web sahifaning nomiga e'tibor bering. Google Takeout. Ya'ni mana bu yerda manzil turibdi. Mana shu manzilga kirasiz. Bu yerga kirsangiz mana yozib qo'yibdi. Sizning hisobingiz va sizning ma'lumotlaringiz. Demak, Google siz haqingizda mana shu ma'lumotlarni hammasini yillar davomida yig'ib borgan. Mana ko'rib turibsiz. Bu yerda anchagina ma'lumotlar bor. Misol uchun boshida mana e'tibor bering. Misol uchun sizni ishlatgan, shu paytgacha ishlatgan telefonlaringiz, ya'ni qanday telefon, misol uchun siz yillar davomida telefoningizni bir necha marta almashtirgan bo'lishingiz mumkin. Bularning hammasi Google da saqlangan. Yoki bo'lmasam mana Google Assistant. Google Assistant bu qidiruv xizmati, ya'ni Google ning ichida assistent xizmati bor. Siz Google orqali nimalarni qidirgan bo'lsangiz, barchasi mana shu yerda saqlangan turadi. Agar ovoz bilan qidirgan bo'lsangiz, hatto ovozingizni ham saqlab qo'ygan bo'ladi. Yana pastga tushamiz. Misol uchun mana eslatmalar, ya'ni qandaydir bir telefondan foydalanganda bir narsalarni menga eslatgin deb kiritgan bo'lsangiz, bular hammasi albatta turadi. Kalendar, agar Google kalendar ishlatgan bo'lsangiz, ular turadi. Mana bu yerda e'tibor bering, Google matn kiritish. Ya'ni agar siz Google telefonda Google klaviaturadan foydalangan bo'lsangiz, hamma kiritgan tekstlar, ya'ni hamma kiritgan matnlaringiz mana shu yerda saqlangan turadi. Ya'ni buni ichiga kirib, bemalol xohlagan odam mana batafsil tugmasini bosib ko'rishi mumkin. Va hokazo, mana bu yerda ko'rib turibsiz, yillar davomida saqlangan ma'lumotlar. Endi buni nimasi xavfli? Deylik, biror kishi sizning Google accountingizni kalit so'zni o'g'irladi. Endi mana shu ma'lumotlarni hammasini bittada yuklab olish mumkin. Ya'ni siz deylik bilib qoldingiz, maxfiy so'zingizni kimdir o'g'irlaganini bilib qoldingiz. Toki siz o'sha maxfiy so'zni almashtirguningizga qadar sizni, demak, accountingizga kirgan odam bularni hammasini mana pastga tushib, mana keyingi qadamni bosamiz va bir marta eksport qilish tugmasini bosish bilan mana shu ma'lumotlarni hammasini bitta arxiv ko'rinishida yuklab olish mumkin. Demak, tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Bu ma'lumotlarni hammasini istalgan odam, agar sizning parolingizni bilsa, kirib bir marta yuklab olib, ana undan keyin bemalol siz parolni 100 marta o'zgartirsangiz ham bu ma'lumotlarni kirib ko'rib o'tirishi mumkin. Xuddi shu ma'lumotlar misol uchun Facebookda ham saqlanadi. Lekin hozir keling, mana Google'da saqlangan ma'lumotlarni men bitta misolni ko'rsatmoqchiman. Mana bu yerda mana timeline degan narsasi bor. Google Timeline kirsangiz, sizni yillar davomida qayerlarga borganingiz saqlangan turadi. Misol uchun mana keling, istalgan yilni ochamiz. Mana 2014-yil, misol uchun deylik mana may oyi. Mana bu kunlar, misol uchun mana 22-may. Mana bosdim, shu kuni qayerga borgan? Mana ko'rib turibsiz. Qayerga, soat nechida, qancha yurib, piyoda borganmanmi, mashinada borganmanmi, hatto rasmga olgan bo'lsam, rasmlarim ham saqlangan turgan ekan mana. Yoki bo'lmasa mana boshqa kunni bosamiz. Mana juma kuni mana qayerga borganman, nimalar qilganman, piyoda borganmanmi, mashinada borganmanmi, necha minut yurganman, soat, minutigacha saqlangan. Hammasi. Demak, mana shu ma'lumotlarning hammasi Google'da turadi. Undan tashqari misol uchun siz mana bu sahifaga kirsangiz, myactivitygoogle.com sizni, demak, kun bo'yi telefonda nimalar qilishingiz. Misol uchun mana e'tibor bering, qanday sahifalarni ochdingiz, nimalarni qidirdingiz, qanday videolar ko'rdingiz, mana hammasi saqlab boriladi. Mana siz misol uchun kun davomida nima videolar ko'rgan bo'lsangiz yoki nimalarni qidirgan bo'lsangiz, qaysi veb sahifalarga kirgan bo'lsangiz, mana shu yerda hammasi saqlangan turadi. Demak, tasavvur qiling, mana shu ma'lumotlarning hammasi biror bir begona ko'zga yoki begona qo'lga tushib qolishini.
Xo'p, endi keling, Facebook biz haqimizda nimalarni saqlaydi? Facebookda ham xuddi shunday, mana bu yerda ko'rib turibsiz, mana bu yerda demak Facebook biz haqimizda juda ko'p ma'lumotlarni saqlaydi. Bu yerda ham Google ga o'xshash, ya'ni biz Facebookda nimalarni qidirdik, qaysi sahifalarni ko'rdik, kimga like bosdik, kim bilan gaplashdik, nimalarni gaplashdik, kimlar bizni do'stlarimiz va hokazo ma'lumotlar barchasi mana shu yerda saqlab boriladi va yuqorida aytganimdek, bu ma'lumotlarni ham yuklab olish mumkin. Ya'ni sizni Facebook akkauntingizga kirgan odam bemalol mana bu yerda mana ko'rib turibsiz, mana download degan tugmani bosishi bilan mana shu ma'lumotlarni hammasini mana bittada tanlab yuklab olishi mumkin. Demak, bu tarafdan juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Biz bundan keyin, ya'ni bu ma'lumotlarni birov yuklab olgandan keyin, endi uni biz hech narsa qila olmaymiz. Istalgan odam demak yillar davomidagi sizni Facebookdagi faoliyatingizni ko'rishi mumkin. Endi Telegramni gaplashamiz. Telegramda, misol uchun hozir Telegramga kiramiz. Bu yangi Telegram akkaunt, bo'sh hali, lekin qanday qilib Telegramda ko'rishimiz mumkin? Demak, Telegramda bizni ma'lumotlarimizni yuklab olish uchun Telegramni demak kompyuter dasturdan foydalanish kerak. Mana bu yerga kiramiz. Demak, mana настройки, продвинутые настройки, pastga tushamiz. Mana eksport данных из Telegram. Demak, mana shu tugmani bosish bilan mana shu ma'lumotlarni hammasini demak ko'rib turibsiz. Bu yerda anchagina ma'lumotlar bor. Informatsiya об аккаунте, список kontaktov, sizni demak shaxsiy chatlaringiz, shaxsiy muloqotlaringiz, demak gruppalardagi muloqotlaringiz, misol uchun hammasini yuklab olish mumkin. Rasmlar, videolar, hammasini demak bittada bosib, mana eksport qilib yuklab olish mumkin. Bu degani demak sizni Telegram akkauntingizga egalik qilgan odam mana shu ma'lumotlarni bittada yuklab olishi mumkin va undan keyin siz agar Telegram akkauntingizni o'chirib tashlasangiz ham bu ma'lumotlar o'sha odamning qo'lida qoladi. Demak, bu odam bu ma'lumotlardan bemalol foydalanishi mumkin. Demak, ko'rib turganingizdek, mana shunaqangi ma'lumotlar biz haqimizda doimiy ravishda yig'ib boriladi va onlaynda saqlab boriladi. Xo'sh, endi bu ma'lumotlarni begona qo'llarga tushib qolishdan qanday qilib himoya qilamiz? Men himoyani 3 qismga bo'lgan bo'lar edim. Birinchi navbatda biz telefonimizni himoya qilishimiz kerak. Ya'ni qo'l telefonimizni. Albatta qo'l telefoningizda qandaydir, ya'ni ochish uchun albatta biror bir maxfiy so'z yoki bo'lmasam barmoq izi bilan himoyalangan bo'lishi shart. Bu juda ham muhim. Men e'tibor berganman, juda ko'p odamlarni, ayniqsa yosh kattalarning telefonda hech qanaqangi himoya bo'lmaydi. Bu bilan siz nafaqat o'zingizni, balki siz bilan aloqada bo'lgan boshqa odamlarni ham xavf ostiga qo'ygan bo'lasiz. Sizning telefoningizni qo'lga kiritgan odam ichidagi istalgan dasturga kirishi mumkin va istalgan ma'lumotlarni siz haqingizda va siz bilan aloqada bo'lgan boshqa odamlar haqida ma'lumotlarni yuklab olishi mumkin. Demak, himoyani birinchi qadami bu telefonimizni himoya qilishimiz kerak. Ikkinchi qadami bu telefonga bog'langan akkauntimiz. Ya'ni agar sizda Android telefon bo'lsa, albatta demak sizda Google akkaunt bor. Agar sizda iPhone bo'lsa, sizda Apple akkaunt bor. Mana shu ikkita akkauntga juda ham bir yaxshi, kuchli maxfiy so'z qo'yishimiz kerak va albatta 2 qadamli himoyani yoqishimiz kerak. 2 qadamli himoya haqida birozdan keyin yana batafsil gaplashamiz. Uchinchisi bu telefon ichidagi dasturlarni himoya qilish. Ya'ni sizning telefoningiz ichida Facebook bor, Telegram bor, Instagram bor va boshqa har xil turli dasturlar bor. Mana shu dasturlarning har birini biz himoya qilishimiz kerak. Ya'ni ular uchun yaxshi bir maxfiy so'z tanlashimiz kerak va albatta imkoni bor joylarda yana aytganimizdek, avvalroq aytganimizdek 2 qadamli himoyani yoqishimiz kerak. Xo'p, keling birinchi navbatda qanday qilib maxfiy so'z tanlaymiz? Shu haqida gaplashaylik. Demak, maxfiy so'z bu juda ham muhim. Ya'ni telefonimizga parol deymizmi, kalit so'z deymizmi? Mana shu maxfiy so'zni tanlash juda ham muhim. Keling, hozir maxfiy so'zning uzunligi va unda qatnashgan harflar yoki sonlarning kombinatsiyasi kalitning kuchliligiga, uni buzilishiga yoki buzilmasligiga qanday ta'sir qilishini ko'ramiz. Xo'p, maxfiy so'zni tanlashda nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Albatta, bu yerda maxfiy so'zning uzunligi va unda qatnashgan harflarning kombinatsiyasi juda ham muhim. Hozir mana bu yerda e'tibor bering, bu maxsus veb-sayt. Bu veb-saytda biz maxfiy so'zni qanchalik murakkabligini tekshirishimiz mumkin. Ya'ni zamonaviy texnologiyalar yordamida mana shu maxfiy so'zni buzishga qancha vaqt ketadi, shuni ko'rishimiz mumkin. Misol uchun mana pastga e'tibor bering. Bu yerda men hozir maxfiy so'z kiritsam, bironta pastda bu yerda shu kalit so'zni buzishga qancha vaqt ketishini, taxminan qancha vaqt ketishini ko'rsatyapti. Xo'p,
murakkablashtirgan sari, demak, hozir uzunlashgan sari maxfiy so'zimiz albatta ko'proq vaqt talab qilinyapti mana. Misol uchun mana hozir ko'rib turibsiz, bu 8 ta harfdan iborat parol. Odatda, demak, ko'pchilik odamlar mana shu 7 ta bilan 9 ta harf uzunligidagi maxfiy so'zni tanlaydi. Demak, ko'rib turibsiz, agar 8 tadan iborat faqatgina kichkina harflar bo'lsa, bu maxfiy so'zni buzishga bor yo'g'i 3 soat vaqt talab qilinadi xolos. Demak, 3 soatda bu maxfiy so'zni buzish mumkin. Keling, buni biroz murakkablashtiramiz. Misol uchun, deylik, bitta qo'shimcha harf qo'shamiz. Oxiriga 8 ta emas, 9 ta qilsak, mana endi birdaniga 3 kun bo'lib qoldi. Demak, endi bu maxfiy so'zni buzish uchun 3 kun talab etiladi. Keling, misol uchun oxirgi harfni o'chiramizda, misol uchun o'rniga katta harf qo'yamiz. Mana endi katta harf qo'shishimiz bilan birdan murakkablashdi. Ya'ni endi 5 yil ketadi deyapti. Demak, texnologiyalar, zamonaviy texnologiyalar bilan buni buzishga 5 yil ketadi deyapti. Albatta bu biroz endi oddiyroq kompyuterlar nazarda tutilgan bo'lsa kerak, sababi agar deylik davlat ishlatadigan zamonaviy, misol uchun super kompyuterlar bilan foydalanilsa, buni undan ham tezroq buzish mumkin. Lekin bu yerda aytmoqchi bo'lganim, demak, qanchalik siz murakkab kalit so'z tanlasangiz, shunchalik uni buzish qiyinlashaveradi. Misol uchun keling, mana hozir mana shu katta harf bilan birgalikda birorta qo'shimcha belgi, maxsus belgi ham ishlatamiz. Mana misol uchun mana bunday belgi ishlatdik. Mana foiz belgisini ishlatdik. Mana birdaniga maxfiy so'zimiz juda ham qiyinlashib ketdi. Aytayaptiki, demak, 8 asr ketadi buni buzishga deb ko'rsatyapti. Demak, qanchalik maxfiy so'zimiz murakkablashgan sari, mana bunday maxfiy so'zlarni buzish qiyinlashib boraveradi ekan. Xulosa qilib, yaxshi maxfiy so'zni 3 ta sharti bor ekan. Birinchisi kamida 8 ta belgi bo'lish, ikkinchisi katta va kichkina harflarni aralashtirish va uchinchisi, demak, maxsus belgilardan foydalanish. Qo'shimcha sifatida aytaman, hech qachon o'zingiz bilgan odamlarni yoki uyingizni manzilini yoki telefon raqamingizni yoki tanish bilishlarni ismlaridan foydalanmang. Ya'ni iloji boricha so'zlardan foydalanmang. Ya'ni maxfiy so'z bo'lmasin. Qandaydir bir tasodifiy belgilar ko'rinishda bo'lgani afzal. Sizga bonus sifatida sizni hozirgi maxfiy so'zingiz hakerlarga ma'lummi yoki yo'qmi, qanday qilib tekshirish mumkinligini ko'rsatmoqchiman. Buning uchun biz Telegramga o'tamiz. Mana hozir biz Telegramdamiz. Telegramda maxsus bot bor. Ko'rib turibsiz, nomini Mail Search Bot deyiladi. Xo'p, mana shu botni mana manzili mana bu yerda ko'rsangiz bo'ladi. Demak, Mail Search Bot. Xo'p, shu botni ochamizda mana bu yerda mana start deymiz. Xo'p, qiladigan ishimiz bor yo'g'i, bu yerda biz email manzilimizni yoki bo'lmasam login yoki telefon raqamimizni kiritib, bizni mana shu maxfiy so'zimiz hakerlar tomonidan o'g'irlanganmi yoki yo'qmi tekshirishimiz mumkin. Xo'p, men hozir kallamga kelgan istalgan nomni yozaman. Misol uchun deylik, mana Anvarjon deb yozaman. Demak, Anvarjon deb ko'pchilik meni emailimni o'g'irlashga harakat qiladi. Yozamiz. Mana chiqib keldi. Hozir mana shu ko'rib turibsiz, Anvarjonlar va ularning maxfiy so'zlari juda ham ko'p ekan. Xo'p, bu yerda e'tibor bersangiz, oxiri 3 ta belgisi yopilgan, lekin mana bu bog'lama orqali kirib, demak, mana bu bog'lama orqali kirib, bemalol mana shu parollarni sotib olishingiz mumkin. Ya'ni istalgan odam sizni parolingizni sotib olishi mumkin. Siz ham albatta, demak, mana bu bot orqali kirib, o'zingizni telefon raqamingizni, email manzilingizni va boshqa loginlaringizni tekshiring. Qani sizni maxfiy kalit so'zlaringiz o'g'irlanganmi yoki yo'qmi bilib oling. Demak, agar bu yerda siz o'zingizni maxfiy so'zingizni ko'rgan bo'lsangiz, zudlik bilan maxfiy so'zni almashtirishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, mana kalit so'zni qanday qilib tanlashni o'rgandik. Lekin bu yerda yana bitta muammo bor. Juda ko'pchilik bitta kalit so'zni qayta ishlatadi. Ya'ni, misol uchun Google uchun ochgan kalit so'zini Facebook uchun ham ishlatadi, Instagram uchun ham ishlatadi, telefon uchun ham ishlatadi va bu albatta katta xato. Sababi, agar sizni bitta akkauntingizni qo'lga kiritgan odam boshqa akkauntlaringizni ham birdaniga qo'lga kiritib olgan bo'ladi. Ya'ni sizni Facebookingizni buzgan odam ertaga sizni Google'ingizga ham kirib ketadi va boshqa akkauntlaringizga ham bemalol bitta kalit so'z bilan kira oladi. Shuning uchun nima qilish kerak? Buning uchun albatta har bir akkaunt uchun alohida maxfiy so'z ishlatish kerak. Lekin bu yerda bitta muammo bor. Biz odamzod sifatida bunaqangi murakkab maxfiy so'zlarni bir nechtasini yodlab qola olmaymiz. Albatta qiynalamiz. Meni shaxsiy tavsiyam juda bo'lmaganda 2 ta yoki 3 ta
alohida maxfiy so'zlar yarating. Ya'ni birinchisi bu o'ta maxfiy, o'zingizni o'ta shaxsiy akkauntlaringizni himoya qilish uchun. Misol uchun boshida aytganimizdek, Google yoki Apple akkauntingizni himoya qilish uchun ishlatgan kalit so'zni boshqa hech qayerda ishlatmang. Ya'ni bu faqatgina mana shu Google uchun ishlatilsin. Ikkinchi o'rinda endi undan ko'ra pastroqdagi, misol uchun Facebook, Instagram uchun deylik, bitta maxfiy so'z yaratasiz. Demak, buni mana shu akkauntlar uchun ishlatasiz. O'zingiz uchun muhim bo'lgan akkauntlar uchun ishlatasiz. Ana endi uchinchi o'rinda bu siz uchun muhim bo'lmagan, ya'ni qandaydir bir saytga kirasiz, bir martalik bir narsani yuklab olish uchun bir saytga kirsangiz yoki bir qandaydir bir maqolani o'qish uchun qaysidir saytga kirsangiz, sizdan ro'yxatdan o'tishni talab qilishi mumkin. Mana shunday holatlar uchun bir oddiyroq kalit so'z tuzingda. Demak, bu kalit so'z siz uchun demak muhimligi ancha past bo'ladi va uni yo'qotsangiz ham sizni asosiy akkauntlaringiz himoyalangan turadi. Demak, meni shaxsiy tavsiyam mana shunday. Xo'p, endi mana kuchli maxfiy so'zni ham tanladik. Endi keling ikki qadamli himoya haqida gaplashaylik. Ikki qadamli himoya nima degani? Bu sizni akkauntingizni maxfiy so'zdan tashqari yana bir qavat qo'shimcha himoya vositasi bilan himoyalash degani. Ikki qadamli himoya juda ko'p dasturlarda bor, Telegramda ham bor, Facebookda ham bor, Google'da ham bor. Keling, hozir mana shularni qanday qilib yoqish va ularni qanday qilib ishlatishni, ishga tushirishni ko'ramiz. Keling, mana Google'da qanday qilib ikki qadamli himoyani yoqishni ko'ramiz. Birinchisi mana google.com ga kirdik. Endi biz o'zimizni akkauntimizga kiramiz. Mana men hozir maxfiy so'zni kiritdim. Kirish tugmasini bosganimdan keyin, demak, to'g'ridan-to'g'ri meni akkauntimga kirib ketdi. Xo'p, bu yerda kirganda hozir meni telefon raqamim va e-mailimni so'rayapti bir marta. Xo'p, buni bosib qo'ydik. Ana endi burchakda mana bu tugmani bosamiz va Google hisobingizni boshqaring degan tugmani bosamiz. Mana kirdik. Xo'p, bu yerda chap tarafda xavfsizlik tugmasi bor. Xavfsizlikni bosdik. Pastroqqa tushamizda mana qarasangiz, ikki bosqichli tekshiruv yoqilmagan deb turibdi. Demak, hozir ikki bosqichli tekshiruvni yoqamiz. Xo'p, bu yerda aytilgan demak qadamlarni bajaramiz. Buning uchun biz demak boshlash tugmasini bosdik. Xo'p, parolimizni kiritamiz yana bir marta. Mana kirdik. Ana endi biz mana bu yerga o'zimizni telefon raqamimizni kiritishimiz kerak. Telefon raqamimizga SMS keladi. Shuning uchun demak doimiy ishlatadigan telefon raqamingizni kiriting. Hop, bosdik. Mana keyingisi SMS keladi hozir. Endi mana shu kelgan SMSni men bu yerga kiritaman. Bu demak bir martalik kod. Buni ikki marta ishlatib bo'lmaydi. Mana marhamat, demak ishladi deyapti. Ikki bosqichli tekshiruv yoqilsinmi? Yoqamiz. Xo'p, demak endi ikki bosqichli tekshiruv yoqildi. Bu nima degani? Bu qanday qilib ishlaydi? Keling, hozir boshqatdan Google ga kiraman. Siz tushunarli bo'lish uchun sizga boshqatdan Google ga kiraman, ko'rasiz. Mana hozir google.com ga kirdim. Demak, endi akkauntimga kirmoqchiman. Mana akkauntimni yozdim, maxfiy so'zni kiritdim. Mana kirish tugmasini bossam, ana endi Google mendan maxsus kodni so'rayapti. Demak, bu kod hozir meni telefonimga SMS ko'rinishida keladi. Mana keldi. Endi men bu bir martalik kodni kiritaman. Agar siz begona joydan kirayotgan bo'lsangiz, mana bu tugmachani o'chirib qo'ying. Ya'ni agar o'zingiz uyingizdagi kompyuterdan kirayotgan bo'lsangiz, yoqib qo'yishingiz mumkin. Demak, mana next tugmasini bosaman. Mana marhamat, men o'zimning akkauntimga kirdim. Demak, mana biz Google uchun, Android telefonlar uchun ikki qadamli himoyani yoqdik. Endi biror kishi sizning akkauntingizga kirmoqchi bo'lsa, sizni maxfiy so'zingizdan tashqari qo'shimcha sifatida sizning telefoningizga keladigan SMSni ham kiritishi kerak bo'ladi. Keling, endi mana shu ikki qadamli himoyani Telegram uchun, ya'ni Telegram akkaunti uchun qanday qilib yoqishni o'rganamiz. Demak, men hozir Telegramga kirdim. Bu Telegramni kompyuterdagi dasturi, lekin buni telefonda ham qilsangiz bo'laveradi. Demak, jarayon bir xil. Qiladigan ishimiz, demak, tepada mana menyuga kirdik. Pastroqqa tushamiz, Настройки degan joyni bosamiz. Mana bu yerda qulfni rasmi chizilgan, ko'rib turibsiz. Demak, konfidensialnost deb yozilgan. Bosamiz. Pastroqqa tushsak, demak, mana двухэтапная autentifikatsiya deb yozib qo'yibdi. Mana shu menyuni tanlaymiz, bosdik ustiga. Mana endi birorta murakkab parol tanlang. Mana tanladim. Xo'p,
Endi bu yerda agar sizga podskaska kiritmoqchi bo'lsangiz, kiriting, lekin bu shart emas. Va hamda bu yerda birorta email manzil kiritib qo'ysangiz, agar shu parol esingizdan chiqib qolganda, demak parolingiz emailga kelib tushadi. Men buni hozir kiritmayman. Shundayligicha, demak bez email deb saqlab qo'yaman, lekin kiritsangiz ziyon qilmaydi. Xo'p, mana tayyor. Demak, kiritdik. Endi pastga tushsak, demak bu yerda nima deyapti? Du etapni autentifikatsiya endi yoqilgan turibdi. Xo'p, hozir nima qilamiz? Telegramni o'chiramizda boshqatdan kiramiz. Men hozir Telegramga qaytadan kirmoqchiman. Mana ko'rib turibsiz, o'zimning telefon raqamimni kiritdim. Продолжить bosamiz. Demak, hozir telefonimga bir martalik kod keladi. Xo'p, men birinchi bu kodni kiritaman. Xo'p, kiritdik. Ana endi qarasangiz, demak, qo'shimcha koddan tashqari, demak, parolni ham so'rayapti. Bu yerda men endi boya kiritgan yangi parolimni ham kiritishim kerak bo'ladi. Demak, parolni kiritgandan keyin mana endi Telegram akkauntimga kirishim mumkin. Xo'p, bu yerda men bir tavsiya beraman. Albatta, agar iloji bo'lsa, avvalo birinchidan parolni murakkab tanlang. Ikkinchidan Telegram uchun iloji bo'lsa sim kartani O'zbekistondan emas, chet eldan ochtiring. Agar tanishlaringiz bo'lsa, shunaqa imkoniyatingiz bo'lsa, demak Telegram uchun raqamni chet eldan ochtirganingiz ma'qul. Xo'p, keling endi Facebookda ham qanday qilib 2 qadamli himoyani yoqishni ko'ramiz. Demak, mana men hozir o'zimni Facebook akkauntimga kirdim. Bu yerda biz burchakdan mana bu yerga e'tibor bering, bosamiz. Mana Settings and Privacy degan tugma bor. Sizda rus tilida bo'lishi mumkin. Demak, bosasiz va bu yerda mana birinchisi mana qulfning rasmi turibdi. Demak, shuni bosamiz. Xo'p, kirdik. Xo'p, mana bu yerda chap tarafda e'tibor bering. Mana Security and Login deb yozib qo'ygan. Mana qalqonning rasmi bor. Mana shu qalqonni bosamiz. Bu yerda aytgancha bir narsa ko'rishingiz mumkin. Google'da ham, Telegramda ham sizni Facebookingizga kirgan boshqa qurilmalaringiz mana shu yerda turadi. Mana ko'rib turibsiz, hozir mana shu yerda ro'yxat turibdi. Qachon kirgan, qayerdan kirgan va hokazo ro'yxat turadi. Agar mana shu yerda siz notanish qurilmani yoki notanish joyni ko'rsangiz, darrov hammasini demak o'chirib yuboring. Buning uchun siz demak pastroqqa tushib, mana bu yerda mana ko'rsangiz log out of all session degan tugma turibdi. Mana bu tugma. Demak, mana shuni bossangiz hammasidan chiqib ketadi. Xo'p, endi hozir biz 2 qadamli himoyani yoqmoqchimiz. Mana bu yerda ko'rib turibsiz, mana two factor authentication deb yozib qo'ygan. Hozir menda o'chirilgan turibdi. Vaqtincha o'chirdim sizga ko'rsatish uchun. Demak, bosamiz mana shuni. Xo'p, ana endi yoqishimiz kerak. Yoqish uchun bu yerda 2 ta yo'li bor. Bittasi SMS orqali, ikkinchisi dastur orqali. Xo'p, men hozircha SMS orqali qanday qilishni ko'rsataman, keyin dastur bo'yicha va dastur yordamida qanday qilishni ham ko'rsataman. Birinchi hozir SMS yordamida qilamiz. Bu juda ham oson. Demak, mana bosamiz. Bu bizning telefon raqamimiz turibdi. Agar telefon raqami yo'q bo'lsa, sizniki qo'shasiz. Mana bu yerda pastda add phone number turibdi. Agar hali telefon raqamingizni kiritmagan bo'lsangiz, kiritasiz. Bosamiz. Mana hozir meni telefonimga maxsus kod keladi. Ochaman. Xo'p, mana kod keldi. Hozir kodni kiritaman. Mana endi 2 qadamli himoya yoqildi. Xo'p, mana endi istalgan payt boshqa joydan Facebookga kirmoqchi bo'lsangiz, albatta oldin o'zingizni kalit so'zingizni kiritasiz va keyin telefoningizga maxsus kod keladi, bir martalik kod. Mana shu kodni ham kiritishingiz kerak. Bu degani, demak, boshqa odamlar agar sizning telefoningizga egalik qila olmasa, Facebookingizga ham kira olmaydi degani. Bundan ham osonroq yo'li bor. Buning uchun mana bu pastdagi ko'rib turibsiz, demak, dastur yordamida authentication app degani bor. Buni alohida video qilib ko'rsataman. Demak, bugun biz onlaynda xavfsizlik haqida gaplashdik. Umid qilamanki, bu maslahatlar siz uchun foydali bo'ldi. Endi qo'shimcha sifatida shuni aytaman, esingizda bo'lsin, har qanaqangi xavfsizlik tizimini eng zaif nuqtasi bu har doim odamzod. Demak, farqi yo'q, qanchalik murakkab maxfiy so'zlardan foydalanasiz, qanchalik murakkab maxsus dasturlardan foydalanasiz. Toki o'zingizni o'zingiz ehtiyot qilmas ekansiz, doim xavf ostida bo'laverasiz. Esingizda tursin, hech qachon notanish odamlarga o'zingizni shaxsiy ma'lumotlaringizni bermang. Telefoningizga keladigan SMSlarni hech qachon hech kim bilan ulashmang. Ya'ni bunaqangi dunyoda tizim yo'qki, sizdan kelgan SMSni talab qilishi mumkin bo'lgan hech qanaqangi bank tizimi ham yoki bo'lmasam Facebook, Telegram yoki bir notanish odamlar sizdan buni talab qilsa, Telegram orqalimi yoki Facebook orqalimi yoki sizga pul tashlab beramizmi deb yoki lotereyada yutdingiz debmi,
hech qachon o'zingizni shaxsiy ma'lumotlaringizni va telefoningizga keladigan SMSlarni bermang. Bu juda ham muhim. E'tiboringiz uchun rahmat. Qo'shimcha qanday savollaringiz bo'lsa yoki takliflaringiz bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin va albatta bizni Telegramdagi, Facebookdagi va YouTube'dagi kanallarimizga obuna bo'ling. Ko'rishguncha xayr.